Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bu videorolikim yaqinda 1-may kuni Toshkentda Humo Arenada Octagon Liganing 86-turniri bo'lib o'tdi. Bu turnirda hamyurtimiz Bobur Abdulazizov va qozog'istonlik Tazabek Bayanovning ham jangi bo'lib o'tdi. Ushbu videorolikim shu haqda bo'ladi. Avvalambor kanalimga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lish tugmasi qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar va kanalimga obuna bo'linglar. O'shanda kanalga yangi qo'yilgan qiziqarli videoroliklarni ko'rib borasizlar. Kanalimni yaqinlaringizga, do'stlaringizga, tanishlaringizga jo'natinglar, videoroliklarni ham jo'natinglar. Yaqinlaringiz, do'stlaringiz, tanishlaringizga. Kanalimdagi videoroliklarni oxirigacha tomosha qilinglar. Ilohim hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu turnirda hamyurtimiz Bobur Abdulazizov va Tazabek Bayanov qozog'istonlik jangga chiqdilar Octagon 86 turnirida. Afsuski bu jangda hamyurtimiz o'zbekistonlik Bobur Abdulazizovga omad kulib boqmadi va yutqazib qo'ydilar Bobur Abdulazizov Tazabek Bayanovga. Bunday olib qarasak, endi Tazabek Bayanov ham padarka jangchi emas ekan. U oldingi janglarida yana bitta sportchimiz, MMA jangchimiz Abdumo'min Yorbotayevni ham mag'lubiyatga uchratgan edi oldingi janglarida. Bu safar endi hamyurtimiz yana bitta MMA jangchisi o'zbekistonlik Bobur Abdulazizovni ham mag'lubiyatga uchratdi. Tazabek Bayanov mana shu turnirdagi jangda. Nima ham deymiz? Bobur Abdulazizov kuchli jangchi, MMA jangchisi o'zbekistonlik. Men janglarini ko'rganman, muxlisiman uni. Janglari hamma qiziqarli bo'lib o'tadi. Kuchli jangchi, yaxshi urishadi, stoykada juda ham kuchli jangchi. Tajribali kuchli jangchi Bobur Abdulazizov, hamyurtimiz o'zbekistonlik. Lekin bu jangda yutqazib qo'ydilar Tazabek Bayanovga. Mayli, yutishini tilagandik, unday bo'lmadi. Bu ham bir Allohdan endi. Bu sportda bitta jangda yutasan, bittasida yutqazasan, hammasi Allohdan endi. Nima bo'lganda ham keyingi janglarda Bobur Abdulazizovga faqat omad tilayman. Yutishlarini tilab qolaman keyingi janglarida. Faqat g'alaba tilayman Bobur Abdulazizovga keyingi turnirlardagi MMA janglarida. Va boshqa sportchilarimizga ham g'alaba tilayman. Shu qatorda Mahmud Murodov, Nursulton Ro'ziboyev, Abdumo'min Yorbotayev, Saturn, Og'abek Abdumo'minov, Jasur Tayson, Shohasan Mirzamatov, Amirxoli Xo'jayev, Muhiddin Mamajonovga ham omad tilayman. Shu qatorda 13-iyunda bo'ladigan Fazliddin Madrahimov bilan, tojikistonlik Fazliddin Madrahimov bilan bo'ladigan jangida Muhiddin Mamajonovga ham omad tilayman. Va boshqa MMA jangchilarimizga hammasiga omad tilayman. Sog' bo'lsinlar ilohim, oilalarining baxtiga, yaqinlarining baxtiga, biz muxlislarning baxtiga. O'zbekistonimiz MMA jangchilari va boshqa sportchilari, bokschilari Bahodir Jalolov, Isroil Madrimov, Shohjahon Ergashev va boshqa bokschilarimiz ham va futbolchilarimizga ham omad tilayman. Jahon chempionatida, iyun oyida bo'ladigan jahon chempionatida omad tilayman. Yurtimizga yorug' yuz bilan sovrinlarga erishib kirib kelishlarini tilayman. O'sha chempionatda yurtimiz futbolchilariga ham ilohim sog' bo'lsinlar. O'zbekistonning sportchilari, MMA jangchilari, bokschilar va futbolchilar va boshqa kurashchilar va boshqa sport turi vakillari, taekvondochilar, muaytaychilar va boshqa hamma sport turi vakillari, o'zbekim sportchilari sog' bo'lsinlar ilohim. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurtimiz O'zbekistonni yomon ko'zlardan Alloh taoloni o'zi asrasin. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Kelgusi
videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar hammangiz.